Böyle mana darvozamiz. Qo'yni Vohan darvozalari chiqib ketyapti. Vohaga ish chiqarganimizga rosa bo'lsa bir hafta bo'ldi. Sababi ukamlar 5 kun 6 kun yurib keldilar. Mana sразу keldilar-yu, dammiya bo'lib olmasdan sразу yuklanyapti. Sababi haftaning oxiriga boradigan darvozalarimiz bor. Bu yerlarga Sirdaryo, Saxnobod o'zi qo'yilyapti qayligini. Mana okalar mana. O'zi qo'yilyapti. Xudo xolasa, o'zimiz vodiynikini ham kecha o'lkunlar qilib, polni taxlab chiqaraverdik. Hozir endi mana vohani chiqib ketyapti. Bu yoqda yanagi partiyada qo'qonni chiqib ketadi. Mana bu yerlarga yozib qo'yamiz. E'tibor bersanglar mana Qarshi, Qashqadaryo, Shahrisabz, Navoiy mana. Navoiy. Xudo xolasa mana bu yerda ham darvozamiz turadi. Polni inshaalloh darvozalarimiz tugadi. Bu yangi partiya darvozalarimiz. Hech qachon eski partiyani tiklab qayta syomka qilavermaymiz biz. Mana bu darvozani endinga yuklaymiz buni ham. Orqalargacha 2 qavatli lazerni qilib haydaganmiz. Bu yerda umuman darvoza qolmadi. O'zi mana yangi partiya darvozalarini уже mana terishni boshladik. Dubayskiy variant mana bular hammasi bitgandan keyin sразу obzor qilamiz. Mana bu Qo'qonning darvozasini nalishnisini orqa tomoni. Bizda bitta darvozani jinniga o'xshab 8 kishi kirib video olavermaydi-da, okalar. Bitta video chiqadi, bitta uzun chiqaraman Abdulhay darvozalardan chiqadi. Shu bilan qaytib internetga chiqmaydi. Bitta darvozani 8 ta odam ma'qilyapman qilib video bo'lib tashlamaydi. Birinchi qo'l darvoza dehqonchilik. Mana shu darvozani shuni sepamiz, olib chiqamiz. U yoqdan darvozalarimiz bityapti. Tayyor bo'lgandan keyin sразу darvozani olib borib videoga bitta reklama beramizda yuklaymiz. Mana bu ham Qo'qonning darvozasi, xudo xolasa. Mana bular ham mana bityapti zakaz. Adashmasam Cho'rtoq yo'lining darvozasimi, shu adashmasam Qizil zapravkadan o'tgandagi joy darvozasimi deb bilmayman qayik. Yoki Chustkimi, aniq esimda yo'q. Kuzatishda davom etasizlar. Sog' bo'linglar, charchamaman.